Assalamu alaikum mikrofondagi yazık romanlar. Keşke xeyirlik olsun. Ben Adil Ervur. Uyghur Tadqiqat İnstitutundan hammalarga samimiy salom yo'llayman. Har hafta institutimiz mudiri shundaqla Hacettepe Üniversitesi Elbet Fakulteti tarix bilim o'qituvchisi doçent doktor Erkin Akram muallim bilan o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartibli programmamizning yangi bölümü huzuringizda bo'ldi. Erkin muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Muşayninki yani 1. ayın 25. günü Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Xalqaro Tantarbiya Olimpik komiteti boshlig'i Thomas Bach ko'rishdi. Ko'rishda Xitoy davlat raisi Xi Jinping bu qatimqi Beijing qishliq Tantarbiya Olimpik musobaqasiniki koronavirus ya'ni Xitoy virusi dunyoga tarqalgandan buyon o'tkazilgan eng keng ko'lamli bir tantarbiya musobaqasi ekanligini, bu qatimqi tantarbiya musobaqasini xalqaroda kuchli qo'llash qilishganligini alohida eslatib o'tdi. O'xshashla xalqaro tantarbiya olimpik musobaqasi boshqimi bu qatimqi Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasiniki o'ngishli holda o'tkazilganligini, shundaqla bu qatimqi musobaqaninki Xitoyning emas butkul dunyoga yaxshi natijalarni to'p bilan olib kelganligini alohida eslatib o'tdi. Ammo ba'zi analistlar ahvolning bunday emasligini, chunki Xitoy hukumati tarafidan insonlarga daftarchilik qilmishlar sodir qilinayotganligini, bu qatimqi Beijing qishliq tantarbiya musobaqasi orqali Xitoyninki o'ziniki mushuk qilmishlarini yushirganligi, shundaqla o'zining siyosiy hokimiyatining yo'l ekanligini va xalqarodagi obrazini yaxshilashga uringanligini alohida eslatib o'tdi. Biz bugungi programmamizda haqiqatan Xitoy davlati Xi Jinping va xalqaro tantarbiya olimpik komiteti boshlig'i degandek bu qatimqi Xitoyninki ya'ni Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasi haqiqatan xalqaro kuchli qo'llashga erishdimi? Beijing Xitoy hukumati bilan xalqaro tantarbiya komiteti o'rtasida qanday bir munosabatlar, iqtisodiy munosabatlarmi yoki siyosiy munosabatlar bormi? Bundan sirt Amerika boshliq demokratik ellarniki nima uchun mustabid Xitoyda mushtaq bir xalqaro bir musobaqaning o'tkazishiga yo'l qo'ydi yoki nimishqa to'sib qolamadi? Bundan sirt yana bir muhim bir temamiz bo'lsa, demokratiya, erkinlik, inson haqlari qatorliq bu shunday bir universal qimmat qarashlari oyoq osti qilinayotgan Xitoyga o'xshash bir davlatninki mustabidlik tuzumi xalqaroda yoki bundan keyin nufuzi kuchayamdi degandek masalalarni muzokara qilishga tirishamiz. Erkin oldi bilan Xi Jinping va bu Thomas Bach degandek bu qatimqi Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasi xalqaroda haqiqatan kuchli qo'llashga erishdimi sizcha? 2008'de Xitoy bir olimpik oyununu o'rlashtirgan. Bu vaqtida Xitoyni qo'llaganlar chiqdi. Nurg'un cho'ng davlatlarninki reislari berib ichilishga qatnashgan, ba'zilari yepilishga qatnashgan. Bu vaqtida hamda Xitoy dunyoga nurg'un shu va'da berayotgan vaqtlar. Xitoyma o'zining tehi yomonligini ko'rsatmagan vaqtlar. Dunyoma Xitoy taraqqiy qilib, oxiri shuning bilan demokratik bir davlat bo'lganligini va shundaqla dunyoninki tinchligiga, dunyoninki iqtisodiy taraqqiyatiga va xalqaro munosabatlarga qo'shadigan bir davlat deb ko'radi. Ammo 2008'dan bugungi hozirgi shu qishliq olimpiadaga qaraydigan bo'lsak, man degan ahvollar sustlashib qoldi va azilib qoldi. Har davlatning cho'ng davlatlari bormaydigan bo'ldi, cho'ng davlatning reislari va shundaqla ba'zi ministerlar, ba'zi tantarbiya bilan munosabatli ministerlar yoki komiteninki a'zolari yoki davlatninki Xitoyda turib buyuk elchilar qatnashadigan bo'ldi. Ya'ni seviye yomon tova. Hamda bununla ba'zi davlatlar shu kasalni, hozirgi virusni bana qilyotdi. Ba'zilari ochiq oshkor deyotdi. Biz diplomasiy bir boykot qilamiz deb ochiq degan ahvolimi bor. Ya'ni yig'ib kelgan chaqda hozirgi Xitoyga qatnashadigan raislarga qaraydigan bo'lsak, cho'ngroq davlat shu Rossiya. Qolgan shu Afrika, O'rta Osiyo va Janubiy Sharq Osiyo, Janubiy Osiyoniki ba'zi reislar bordiki, bular hamda dunyoninki iqtisodiy, siyosiy, xalqaro munosabatda ta'sir va cho'ng davlatlar emas hamda ko'pincha.
Maceddin degan chaqda Xitoyninki maqidinki olimpiyat o'yinida bir acizlik var. Yani xalqaroga o'zininki obrazni o'ngshayman degan bir maqsad bilan ilib borgan bu o'yinga qaragan chaqda bu bo'lmadi. Yani Xitoyni kutgandek bo'lmadi deb o'ylayman. Bundan boshqa shu Uyg'ur masalasi. Bo'libmi hozir nurg'un boykot tashkilotlar boykot qilayotgan tashkilotlar bor, ba'zi davlatlar bor, ba'zi NGO tashkilotlar bor. Bular yig'ilib 400 necha tashkilotlar birlikda boykot qilayotganlar bor. Sharq Turkiston ba'zi tashkilotlarma va yoki tashkilot bo'lmagan holda ba'zi guruhlarma boykotlarni qilyotdi. Shu xalqaro sosyal medialarda tirishib buni qilyotdi. Yani Xitoyninki obraziga qattiq bir ziyon berdi. Buni Uyg'ur masalasi bilan birlikda Hong Kong meselesi, Tayvan meselesi, Tibet meselesi degandek nurg'un bir mesele var. Bu meseleler hammasi yig'ilib hamda 2008 yilda selishtirgan chaqda Xitoyninki obraziga qattiq bir ziyon berdi. Zadalangan bo'ldi. 2008'dimi ba'zi namoyishlarmi bo'lgan. Misolga shu İstanbul'dami meşelerini İstanbul'dami o'tkazadigan qilgan shu Yevropa ve Asya ko'rikning ustiga o'tadigan. Shuni planlabdiki, u yerda nurg'un Sharq Turkiston tashkilotlarini ashadimi boykot qilishga, namoyish qilishga tirishgan. Ama her devlette qilgan namoyishlarga bir deymiz isim ishitib yoki cheklash bilan uni o'nchilik dağdı kılamadı. Hazır mana naydı çoğun bir tesir yetmişti. Hazırkı namoyishlar boykotlar. Yani yig'ib kelgan chaqda Xitoy budaqi olimpiyat bilan xalqarodagi inovatini va shundaqla obrazini tuzitman va inovat qozonaman degan plan irqiy qirg'inchilik degan tanqid bilan hozir bir ismning ostida qolgan bo'ldi. Yani bir mesele hem de şu kesellik mesele ama virüs meselesi. Burada Japonya mı keçiktirip kıldığı şu keselden töpeyli. Ama Xitoy biz hal kılıyordumuzda qattiq bir uslubda bu keselinin aldığını alınızdaydı. Buna hazır biripla buna 10 neçe 20 neçe adamda kesel çıktı. Şöyle şu olimpiyat oyunu katmıştıranlar. Bu keyin ko'payamdi, qanday bo'ladi bilmaymiz, ammo Xitoy shu kasal pozitiv chiqqanlarni ayrı bir otelga solab turib, ularni davolaymiz, kontrol qilamiz deb döndü. Yani shu kasalni shu Japoniyaninki olimpiyat o'yiniga jiq ziyon bergan. Chunki ko'rguvchilar kelamaydi. Beijingda shunday. Beijing fuqarolari kelib ko'ramaydi, televizyonda ko'radi. Kelmagandan keyin hamda bilet sekishninki pulini qozanamaydi. Sog'lom mablag'ninki normalda mushtaq bir olimpiyat o'yinini o'rlashtirib qilgan bo'lsa, shu sotgan bileti va shu ko'rinishni taqitish uchun ba'zi haqlar talab qilindi-ku. O pulni biroz qozonadi, ammo qozanamaydi Xitoy. Biletden mi kazanamaydı? Yani iktisat cihetten mi şu keselden tüpeyli bir ziyan vergen. Gelgen çağda netice sebepten tüpeyli Xitoy kütkendek bir netice alamaydıgan oldu dep oylayman. Bunundan keyin oyun meydanlarında qanday bir vakalar çıkdı, onu bilmeymiz. Hamda şu 2 kundan keyin ko'ramiz. Bu Xitoy bilan bu xalqaro tantarabiya olimpik komitetining munosabatini ba'zi analistlar o'zaro foyda manfaat yetkazish emasda, balki qandaqdir bu komitetning allburun Xitoyninki kontrolga tushib ketganligini da'vatadi. Chunki bu 1978 yili bu xalqaro tantarabiya olimpik komitetiniki muavin raisi Samarich bu odam Xitoyninki mushu komitetga a'zo bo'lish uchun ajoyib kuch ishlatgan turgandi. Hatto 1980 Xitoyning komitetining rasmiy a'zosi bo'lish uchun kuch chiqargan kento hayoti bo'yicha 21 yil jarayonida 29 kunda Xitoyga beribdi. Hatta Xitoy hukumati bu odamning o'g'liga cho'ng imkon beribdi hozir. Hatta bu odamningki heykeli
yoki musiqasi Tianjinda bir alohida yasalga o'xshaydi. Demakchi o'g'lim Xitoy shundoq xalqaro nufuzi bor tashkilotlar orqali o'zininki qizil ideologiyasini boshqa davlatlarga taqish uchun ajoyib kuchayotadi. Bundan sirt bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki tarmog'ida 15 ta kasbiy urullar bor ekan. Buning 4'ü allburun Xitoyniki kontrolga o'chib ketdi deydigan bunday qarashlar bor. Xitoy yevrosi yangi chiqqanda Xitoy o'zininki bu nüfuz orqali dunyo siyosiy tashkilotiga besim ishlatib Xitoyniki o'zining ta'sir doirasini qo'llab qolganligi xabarlarni keyin chiqqan bo'ldi. Demak shu o'g'lim Xitoy bilan bu xalqaro tantarbiya olimpik komiteti o'rtasida kim munosabatni siz qanday qaraysiz? Bu olimpiyat bu komitega a'zo bo'lgan 190 necha davlat bor. Bu şunun bilan cho'ng xalqarodagi cho'ng bir tashkilot. Bunda bir cho'ng tashkilotning ustida bir ta'sir yetkazish ve bundan faydalanish hamda Xitoyninki bir arzusi hamda. Çünkü bu tantarbiya o'yinlarni o'ynatib turib yoki o'rlashtirib turib o'zininki obrazini tüzelaydi, yasayalaydı. Şunun bilan bu xalqaroga shirin ve chiroyli ko'rinadi. Bu ertugul Xitoyninki qudratli davlat bo'lishi, ya'ni Jahongir davlat bo'lishiniki bir yumshoq kuch tarafidir ve bunu xohlaydi. Yani birisi Xitoy şu ta'sir doirasini, yani Xitoy degan bir davlat ta'siri var, kuchi var, siyosiy, iqtisodiy, harbiy, har jihatdan kuchi var. Bu kuchni şu o'yinni o'rlashtirib, olimpik o'yinini o'rlashtirib turib ta'sirini yetkazdi ve shundaqla olimpiyat komitesiga bu ta'sirini yetkazdi. Bu ta'sir yetkazish siz bergan misaldek Samaranch burunqi olimpiyat komitetiniki reisi bo'lgan odam misolga ashunga jiq manfaat yetkazgan. Bence hozirgi şu Thomas Bach'mi shundaq birisi deb o'ylayman. Çünkü bu olimpiyat komitesi o'zininki bir yerdan kelgan pul yo'q. Bununla bu 190 devletlerninki şu aidat bile, qo'llashi bile, pul berish bile, bundan keyin bu faaliyetlerini kılamaydı. İkincisi, shundaq bir olimpiyatdek cho'ng o'yinni o'rlashtirish bilan birlikda, degandek bu televizyon ko'z tutish uchun bununki haqqini bular oladi. Bular olgandan keyin buni boshqa davlatlarga haqqini satalaydi. Uningda kirim bo'ladi. Şununla bu Xitoy o'zininki degan siyosiy, iqtisodiy kuchi bilan birlikda, hozirgi ta'sir kuchi bilan bundaq bir olimpiyatdek komitetidek cho'ng tashkilotni ta'sir ostiga oladi. Yana bir jihatdan deganda, misolga bu Tayvanni shundaq olimpiyat o'yiniga qatnashmaslik yoki Tayvan o'zininki ismi bilan, yani Cunhua Taybey ismi bilan qatnashamaydigan holiga ekilish, Tayvanni xalqarodagi harakat qilish doirasini taraltish jihatida muhim rol o'ynay oladi. Bu da Tayvan biz ichilish va yepilishga bormaymiz dedi. Adam evetmaymiz dedi. Ama yine şu Thomas Bach'ma şu nima Tayvanni qandaq qoyil qildi bilmayman. Tayvanma ondan keyin qatnashadigan bo'ldi ichilishga va yepilishga. Çünkü u yerga borgan chaqda Xitoy bayrog'ininki aslida Tayvanninki şu olimpiyat komitesiningki bayrog'i bo'ladi. Yani Tayvan Xitoyning bayrog'i aslidagi bir tanaqqiyat grubu deydi. Ashuni ko'rsatmoqchi. Onu ko'rsatganning ko'z tutish uchun şu hozirgi olimpiyat komitetiningki reisi bir yerda cho'ng rol o'ynay oladi. Ve muşta oynagandek ko'rinyapti. Yani Tayvan'a bir isim işitib turib, uni xalqarodagi sahnadagi harakatni taraltish bilan birlikda Xitoy hokimiyati o'zining butun Xitoy xalqini temsil qilayotgan hokimiyat yagona, yolg'izlik bir hokimiyat shu Beijing hokimiyati deganni jakarlagan bo'ladi. Yani shu olimpiyat komitesining misolga Xitoyda
atalı bir tenefketçi baktı. Pımşoy tekramızdı. Onu halkırada cık tenkit kıp getti. Çünkü onun bir isim işin tuttu. Bazı emeldarlar onunla bir münasebeti koptu. Vakaza nurgun mışında nime hikayeler var. Çöçek hikayeler var. Aşını aklaş üçün mü? Muşu Olimpiyat Komitenin ki reisi Thomas Basma Muşnuğa aklaş üçün bir netçe video işlep aşına konuşturuştu. Hem de bu Xi Jinping ve Muşu Thomas Basma deydi. Muşu tenerket hareketlerine, muşu faaliyetlerine siyasiye aylandırmanlar, siyasetge aylandırmanlar deydi. Aslında ben ebede ötken mesele, dergen misallar, hemisi şu siyasi. Yani Xitay'nınki siyaseti için bu Olimpiyat Komitesi bir rol üstüge, bir rol ağındaydı. Bir yanda xalqlar siyaset kılmasın deydi, bir cetten yana özü bir siyasetini kılıyor. Bu nimo degan chaqda shu Xitoyga yaxshichaqlik bo'lish. Hamda burunqi raisi Samarqandninki haykalini tikkan bo'lsa, Thomas Basma mening haykalimni Xitoyda bir tikilsa deb o'ylash mumkin. Xitoy o'ninki Samarqandninki balasiga shunda ticari imkonlarni tug'dirib berdi. Bu Thomas Basma shuni o'ylaydi hamda. Mang'ima bir iqtisodchi, ya'ni shaxsiy iqtisod manfaatlarini tekkizgan bo'lsa deb o'ylash mumkin. Ya'ni manda deb kelgan chog'da Xitoy va bu Olimpiyat Komitesi bir-birisiga ehtiyoj tuyulgan, bir-birisiga yordam qilayotgan, bir-birisining kamchiligini yushilayotgan, bir-birisini xatosini yushilayotgan bir ikki taraf hamda. Ama münasebetleri hem de yakın bo'lganligini budaqi nimada şu olimpiyat oyununki jarayonida buni aniq ko'radi. Yani burun bu iki taraf oturuş münasebet özüre payda menfaat ayrılıp ketmeden hazır münasebetke. Malum Xitay yani bu xalqaro tantarbiya Olimpik komitetinden başka mende ötkendek dünya teşkilatı, ondaki Birleşken Devletler Teşkilatı qarmağındaki tötçan mühim urununki kontrolluğunu yoki kontrol demasakmi ta'sir yetkazadigan kuchga ega bo'ldi deb bunday bir xabarlar yoki analizlar chiqyapti. Sizcha buning qanchalik asosi bor? Buni shu Xitoy mayli shu o'tganda deydik, xalqaro soqchi idorasi, ya'ni Interpol nima kontrol ostiga ilish, bu nima hozir deb o'tgan Olimpiyat Komitesini kontrol ostiga ilish degandek Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki nurgun organlarına ilgi buluşka tirişdi. Bulup mu misalga İnsan Hakları Komitesi var. Bu komite hem de bu PDT'ninki biraz faal, biraz hareketli bir komite. Bir yerde hem de gariplikler güçlüktü. Xitay'ın insan haklarını tenkit kılmaya turattı. Ama Amerika çıketkendiğinden bir yerde hem de köperek şu Xitay, Rus ve Xitay'a yakın boğan O'rta Sharq Afrika degan Osiyo davlatlar kirdi. Misalga bular kirgandan bu yerdan bir qaror chiqarishma qiyin bo'ladi. Shuning o'xshash nurg'un shu xalqaro sahiya tashkilotimi shunda. Bunga misalga shu kasal paydo bo'lgandan keyin shu sahiya komitesiga bir tashkilotiga nurg'un bir pul berdi. 20-30 milyon dolar berdi. Shu ishni qila olsin. Hem de bundaq bir teşkilat, yani bu xalqaro sahiya teşkilatı, onun gibi yüzünün bir pulu yok. Yanıla şu onunla a'zo bo'lgan devletlerden pul alırdı. Bazı devletler beremeydi. Nurgun devletler Birleşken Devletler'e bo'lgan nurgun qarzlari var, beremeydi. Xitoy bereleydi. Misalga buldu Xitoy 350 milyon dolar to'labdi BDT'ga ödebdi. Bu hem de Amerika'dan kalsa Xitoy ikinci. Şununla bu PDT'ninki organları hemisi faaliyet kılman deydigan bo'lsa pulga ihtiyaç var. Nurgun devlet iqtisadi yaxshi bo'lmag'achqa va yoki boshqa sababdan tufayli bunga vaqtida pulni bermagachga yoki ba'zini chalib bergachga Xitoyga muhtoj bo'lib qolgan bu organlar. Xitoy jiqaroq pul bersa degan bir tushunchada bir arzudan
Bu arzunu karşılamak için Xitayning kimi taleplari bo'ladi. Misalga, bundan keyin Xitayning inson haqlari haqında tilini uzatmaysan. Ve bu teşkilatta faaliyet kılıvatkan bazı şahsılar, hizmet kılıvatkan şahsılarını çıkır bitsen. Ki ben degen bu BDT insan hakları komitesinde işlevatkan bir ayal kişini çıkır bitti. Çünkü o Xitay'nınki ebekli degende işte pul bile nurgun adamlarını sitvilip ve nurgun materyallarını ilan kılmaslık için şu hakkını sitvaganlığını başkırlar. Yani koluna aşındaki yerlere salamaydı. Yani bu pulu verir. Şununla bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bazı organlar burunkudek müstakil kılıp işleyemeyevardı. Bir cette degende pul kam boğaşka, Kırım kam boğaşka. Yani bir cette Xitay pul verme ama maaşını kıpırsa digeçke burunkudek bulmayıvardı. Hem de umumi cetten degen vaxtıda Birleşken Devletler Teşkilatı öz vaxtıda kurulgan vaxtıda şu vaxtıdaki yeni meseleler, problemlerge çare tedbirlerine izlep tapalıgan ve dünyanınki şu ilim, sanat terakkiyetiga çok töhfe koşkan ve şundakla ayal kişinin haklarını, ballarının, küçük ballarının haklarını, Afrika'nın, izdihan halkının haklarını koddaşta cık rol oynagan. Hatta şu Filistin meselesinde şu Birleşken Devletler Teşkilatı en köp rol oynuyor. Ama bugün yeni bir devirde yeni problem var. Yeni meseleler var. Hazırki Birleşken Devletler Teşkilatı şu hazırki fonksiyonuyla, şu kabiliyetiyle yeni meselelerini hal kılamaydıgan. Yani misal emas da köp bir kısımda hal kılamaydıgan alıp kelip kaldı. Şununla Birleşken Devletler Teşkilatı'nı tenkit kılgan nurgun devletler çıkmadı. Amerika, şunda İngilizce, şunda Fransa, şunda Germanya, şunda. Ve Xitay qoğdavadı. Tabii Xitay qoğdaşındaki məqsədi kelgüsünde cihangir devlet buluşu için Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bir münber şekilde işiltiş. Onundan faydalanıp özününki güçünü tikleş. Şununla bu Birleşken Devletler Teşkilatı mevcudiyetini qoğdap kalsa Xitay için faydalı. Misalga deyli, Japonya, Hindistan, Almanya, Brezilya degandek devletler bulama deydi. Bizim şu Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daimi Komitesi'ne bizim mi kiraylayıp uzun yıldan beri talep kılıyordu. Ama Xitay devamlı bu taleplerini red kılıyordu. Yani kırmızı şu bizle bolaydı. Yani misalga deyli Hindistan bilen Xitay münasebeti yıkınlaşıvatkan vaxtlarda Hindistan Xitayga deydi. Bizim şu faaliyetini kılmakçı Birleşken Devletler Teşkilatı daimi Xavfsizlik Konseyi kirmek isteyimiz. Sizler nime deysizler dese aşağıda gaplarını burunlap başka bilimlerini de orada. Yani yardım kılmaydı. Japonya'ya onu yardım kılmaydı. Xitay yanında şundakla bazı devletlerdeki bu cengi cidellerini hal kılış için Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki tinçlik ermisi var. Bu ermigimi Xitay en köp asker evetken bir devlet. Hazırgıca şu 8.000 askerini evtip oldu. 8.000 degen yani bir tümenge yakın degen değil. Bir tümen degenin canga layık asker degen değil. Nurgun devletler evet meydemdi. Hem pul cettin hem de maliye cettin hem de mağlunime. Hazırki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki hizmetini de o cengi cidal buluvatkan yerlerge özümüzün edimini öğütüp üyede başka bir işler çıkması o. Bilim degende işler çıkması o. Ama Xitay kılıyordu. Yani Xitay siyasi, iktisadi, harbi cette şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nı kontrol altında almak canlı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bütün organları bile işgalış için 600 ve 700 milyar dolarga ihtiyaç var. Bununkine hem de 350 milyon dolarını Xitay beriyordu. Bunun da mı çıkarak beralaydı. Şununla bu Kırım'nınki köpü şu Xitay'dan kegeşke Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki meyli aslıdaki organlarınki reisleri olsun, meyli umumi reisi olsun.
Bular şu Xitoyninki gapini, yaxshi gapini deb turib, Xitoy tinchlik, dunyoga tinchlik, tengbarobarlik va do'stlikni akyotidi deganni bahona qilib turib, Xitoy bilan bir yaqin munosabatni qurishni tirishyotidi. Belki shaxsiy jihatdami bir nima pullarimi, moddiy bir manfaatlarimi bo'lishi mumkin, menimki isbotim yo'q, gapni deyamayman. Misolga Xitoy buning bu Birleşken Devletler Teşkilatı emas, dünyadaki cho'ng tashkilotlarga qo'l soladi. Ve bazı devletlarninki bazı teşkilatlarga, organlarga aralashadi. Misolga Xitoy Şi Jinping chiqqandan iqtidorga kelgandan beri 1000 adamlik projesi degan bir planni qurgan. Yani dünyadaki 1000 ataqliq adamlarni o'ziga tortib, o'ziga xizmat qildirish ve ularning maaşını maxfiy bir şekilde ularninki kredi kartıga yoki bank numarasiga, hisobiga berish. Buni Amerika nurg'unini topdi. Hozir İngiltere, Fransiya, Germaniya buni izlamadi. Bu mu bir siyaset, yani başka devletlerninki alaydı, talantlı ve sarxil adamlarni o'ziga xizmat qildirish. Yanalar shu pul bilan hal qilyapti. Misolga dunyoda nurg'un shu aql ambarisi bor, think tank bor. Bu dunyoda 7000 atrofida think tank bor. Bunun 3000dan ko'pirigi Amerikada. Yani bu Amerika'nınki think tanklarga pul septirib, ularninki tadqiqotchilarni o'ziga tortib turib ve Xitoy hakkında o'zining xohlagan shaklida bo'lmasimi Xitoyga ziyon bermaydigan tadqiqotlarni, fikrlarni o'tirib qo'ya olsa. Shuningga ba'zi devletning universitetlarga moddiy yordam nomi ostida bu universitetninki ba'zi fakultetlar bilan yaqin munosabat bo'lib, o'zining ta'sirini yetkazyapti. Yani Xitoyninki shu dunyoga qaratilgan Abaqı degan bütün misollar bilan birlikte yine bu jurnalistlarga qaratilgan siyosatlar. Xitoyni dunyoga yaxshi to'ntirish, Xitoyni yaxshi gapini degizish uchun har yili shu dunyoninki nurg'un davlatlardan jurnalistlarni, akademisyenlarni ve munosabatlik jamoat arbobini degandek. Bununda Hristiyan cemiyetinin başlığını var, Müslüman cemiyetinin başlığını var. Bunlarını hem de Xitoyga davet qilib, ularninki aeroplan puli bilan otel pulini to'lab turib, tamom pulini, yetib qo'yadigan pullarni to'lab turib, ularni Xitoyga keltirib, Xitoyninki imaj projesininki ko'rinishini ko'rsatib, ularni o'ziga tortadi. Bunga bu olimpiyat oyunu abaqiman degan umumiy keng ko'lamdagi bir tashqi siyosatninki bir qismandi. Malum bu 1 ayın 30. günü bu pul muhabirşunas milyarder George Soros ve bir neçe tadqiqotchi. Evet, tor yig'ini o'tkazgan yer George Soros bundaq bir gapni qildi. Amaliyot Xitoyda bu qatimqi qishloq olimpik tantana musobaqasi o'tkazilishi mustabid bir hokimiyat tuzumi bilan demokratik tuzum o'tirishga bir to'qinishning natijasi. Şunlar bu qatim musobaqaninki o'tkazmaslik amaliyotda mushu ikki tuzumninki bir to'qinishning ifodasi, shundaqla kimning g'alaba qilib qilmaydiganligini belgilab qo'yib, bundaq bir keskin ifodalarni ishlatdi. Bundan sirt bu muhim shaxsninki gapini bir yoqqa qayirib qo'yib, bundaq bir xulosa kelsak bo'ladi. Inson haqlari, demokratiya, erkinlik qatorliq bu g'arb ellari yoqlayotgan universal qimmat qarashlari bilan inson haqlarini dafsan qilayotgan Xitoydan iborat mushtaq bir mustabid tuzum o'tirisidagi bu to'qinishda Xitoy hozirgi sharoitda sal oldiga o'tib ketdi degan xulosa kelsak bo'ladi bo'lmamdi? Hozir Xitoy g'alb qildi deyish biroz baldur endi. Ama g'arb devletlerinki shu qabul qilgan va shundaqla sahib chiqqan shu qimmat qarashlari zedlendi hozir. Xitoy 2016'dan itibaren g'arbninki shu qimmat qarashlarini qabul qilmaydiganligini, g'arbliklarninki shu tarbiyalash uslubini qabul qilmaydiganligi
Yaqinqi bir necha yildan beri tehi Xitoyningki shu o'rta maktab to'liqsiz o'rta maktabdan universitetgacha inglizcha darslarni tashkil Bununla müzakere kılıyordu. Çünkü Xitayning tili dunyoga yeyilishi lozim, inglizcha emas. Biz hozir xalqningki tilini o'rganishninki bir ahamiyati yo'q deydi. Ularning qimmat qarashlarini o'rganishning hojati yo'q, bizning qimmat qarashlarimiz bor. Bizningki ideyalarimiz bor. Dunyoni biz qutqiza olamiz. Biz shuningga Xitoyningki plani, Xitoyningki tushunchasi, Xitoyning taklifi ve şundakla dünya insaniyet takdir birliğini biz kurumuz değil. Yani bunun için dünya halkınınki takdirini biz belgileyimiz degan gap. Yani dünyanı biz başkurumuz değil. Şununla sizlerinki o ideya düşünceler bizge yaraşmaydı ve bizge yarmaydı. Biz götürüp çıkımız değil. Yani bu yeni başladı değil. Bu iqlim başlavadıdı, bu siyaset mi başlavadıdı. Şununla G'arb bilan bu Xitoyningki bu dokunuşluklar sebepninki birisi mushu hamda. Yalnızlar siyasi, iqtisodiy, teknologiya emas. Yani mushu ideya jetdagi bu dokunuşluklar bag'ansiri nima shiddatlanyapti. Ahirda kim üzüp chiqdi, buni hozir biraz so'zlash biraz qiyin. Ama eğer de G'arbliklar hammasi birlikte hareket kıldıgan bu olsa, Xitoy uchun bir foydali bir netice çıkmaydı deb o'ylayman. Eğer de G'arbliklar chechilang'u bir şekilde yine Xitoyningki iqtisodiy manfaatini ko'z tikib başına kıldıgan bo'lsa, u vaqtida Xitoyningki chiqishiningki ehtimoli bor. Yaqinqi bir necha yildan keyin bo'libmi 2030'larninki atrofda Xitoyningki iqtisodiy kuch Amerikani eshib ketadi. Bu iqtisodiy kuchninki eshishi va tijoriy kuchi zaten Xitoy eng chong tijoriy kuchi. Bular bilan birlikda bundan keyin Amerikaningki iqtisodiy ta'sirini ojizlashtirdi. Va shundaqla Amerika dollarininki ta'sir doirasi va ishonchligini, ya'ni kredit sinimi ojizlashtirdi. Buni nurg'un davlatlar hamda dollarni bir saqlaydigan pul deb ko'maydi. Bu vaqtida Amerika iqtisoddan ojiz bo'lib qoldi. Bo'pti, texnologiyada Xitoy yetishib kelyapti. Harbiy jihatda balki Xitoydan ustun bo'lishi mumkin, ammo seninki iqtisoding kuching ojizlab qolsa, chunki dunyoda nurg'un davlatlar Amerikaning iqtisodiy kuchiga ishingdi. Shuningga dollarga ishingdi. Shuningga dollarni setib olib saqlaydi. Ama ertügün seninki iqtisoding kuchingga ishonmagan vaqtida seninki iqtisodiy kuchingga yetmaydigan bo'ladi. Sen Amerika normalda dollarni bosadigan vaqtida o'zininki rezervadagi oltinga qarab emas, nisbiy qarab emas, uni oldirayotgan Amerika. Shuningga qanchalik oltin, shunchalik dollar bosadi degan gap yo'q Amerikada. Qanchalik dollar bossimi, xalqlar uni qabul qiladi, uning ishidir. Ama Xitoyning iqtisodi o'tib ketsa, ishonmaydigan bo'lib qoladi. Bu vaqtida Amerikaningki iqtisodiy ojizlab qolsa, harbiy kuchini qanday boqadi? Texnologiya taraqqiyotga qanday destek bera oladi? Qanday qo'llay oladi? Degandek masalalar chiqadi. Undan keyin bu Amerikaning sherik davlatlari, G'arb davlatlarining ittifoq sizlig'i bilan birlikda texmi ojizlaydigan bir ahvol chiqdi. Undaqda Xitoyga bir fursat tug'ildi. Ama tarixda biz shuni ko'ryapmiz, har qanday yangi yuksalgan bir kuch mevcut, hegemoniya kuch mevcut shu Jahongir davlatga meydan o'qiydi. Buni bir tadqiqotchi hisob qilib tarixda kimki shu tarixda qancha qitim shunday bo'ldi deb 16 qitim shunday bo'ldi ekan. 16 qitimning 12 qitimi shu jang bilan tugadi. Ve ko'pincha zaman shu nima mevcut bo'lgan Jahongir davlat qazınıbdı ama onun kimi acizleşişime başlandı. Şununla bunda bir ahval bo'lgan ekan, tarixiy bir ahval bo'lgan ekan, bu bir tecrübe hamda ashta bo'ldi degan gap emas. Bunda bir ahvalni ko'rgachga g'arbliklar biraz ansirashning ichida. Ama bir jihatdan Xitoydan ayrılamaydi. Çünkü iqtisod meselesi. Hozir shu kimlikdan bağlandı deymiz bu. İqtisod Xitoyning bozori bilan ajna bog'lanib qolgan ahvol bor. Bu kimlikni kesish uchun uningki nurg'un
ziyanı var. Bunu götürelemdi, götürememdi mesela. Yani biz bir mürekkep aldığımızını görüş biraz kıyın bolgan tutuk bir ahvalıga karab yolga çıkkan boldu hazır. Kelgüsünde kim kazanıdı ve hiç kim kazanmamdı, hiç kim kazanamaydıgan bir ahvalımı baçı. Ondak bolamdı, bomamdı. Hazırdan başlap şu mütehassisler beşini katırıvadı hazır bu meseleye. Xitay ma şu fırsat, Xitay'nınki fırsatı da ulama tırışıvadı. G'arbliklarma bunun tırışıdı. Nurgun siyasi temponlukla şekilleniyordu, teşkilatlar şekilleniyordu ve Xitay'a karşı belki nurgun teşkilatlar şekilleniyordu, gruplar şekilleniyordu, strateji ittifaklar şekilleniş mümkün. İktisat meselesinde ve teknoloji meselesinde hakka bəməslik, yani bu meninki de özü sahip çıkıdığan, hakla ortaklaşmaydıgan aşında bir kıyın yaparlar. Belki bunun da ikinci çıkış mümkün. Ama krizsiz bazı devlet için baladır, bazı devlet için fırsattır. İz görmeli biz bugünkü programımızda Xitay bilen Xalqara Olimpik Terbiye Komitetininki münasebetini çöğürdigen halda Xitayninki qanday qilib mushunga o'xshash xalqaro tashkilotdan foydalanib turib o'zining nufuzini kuchaytirishga va kengaytirishga tirishayotganligini amaliy misollar bilan o'rganib o'tgan bo'ldik. Erkin Ma'lum, ko'p rahmat sizga. Men rahmat etaman.